Nuriddin ham bugun har jabhada faol bo'lishga intilayotgan yoshlardan. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati dasturi doirasida va o'sha har bir yilga biz nom beryapmiz-ku, mana shu yillarga nom berish jarayonida ham biz yoshlarni alohida subyekt sifatida e'tirof etib, ularni aynan o'sha yilga bag'ishlangan davlat dasturlari doirasida o'rnini yana ham oshirish, islohotlarga daxldorlik hissini uyg'otish uchun qilinayotgan ishlarda ham men o'zimni har doim ko'rib kelganman. Men universitetga topshirgan paytimda aynan o'sha tabaqalashtirilgan shartnoma turi joriy etilishi, ya'ni xalq tilimizda shu super kontrakt deb mashhur bo'lib turgan. Men ham aynan mana shu yaratilgan sharoitdan foydalangan yoshlardan hisoblanaman. 2017-yillarda bu tashabbus ilgari surilib, dastlab joriy qilingan va men 2018-yilda aynan mana shu imtiyozdan foydalanib turib kirgan talabalardan biri hisoblanaman. Aynan o'sha yillar davomida O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi, ya'ni o'sha 2017-2021-yillarga bag'ishlangan strategiyamiz qabul qilindi va qo'shimchasiga yana 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi prezidentimiz tomonidan. Va mana shu 5 ta muhim tashabbus doirasida men barcha ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda, tanlovlarda ishtirok etishga musharraf bo'ldim. Yilning eng yaxshi yosh huquqshunosi degan nomga ham sazovor bo'lganman. U bakalavrda tahsil olish yillarida eng ilg'or tashabbuskor talabalar safida bo'lishga intilgan. 4-kurslik davrlarimizda prezidentimiz tomonidan yuridik ta'limni va fanni rivojlantirish, uni chora-tadbirlari to'g'risidagi bir farmonlar qabul qilingan va unda yuridik universitetiga aloqador bo'lgan bir qator masalalar ilgari surilgan. O'shalarning safida shaxsan o'zimga daxldor bo'lgan qismi dunyoning yetakchi universitetlari bilan qo'shma ta'lim dasturlarini, double degree deydi, ya'ni ikkitalik diplom dasturlarini ilgari surish masalasi ham topshirilgan edi. Hamkorlik masalalari bo'yicha birinchilar qatorida Toshkent davlat yuridik universitetining eng faoli, o'sha yilning eng yaxshi yosh huquqshunosi sifatida 4-kursni bir semestrda men o'sha dunyoning top 1000taligiga kiruvchi Gdansk universiteti, Polsha davlatida joylashgan, u yerga borib Yevropa huquqiga aloqador bo'lgan bir qator fanlarni o'qib kelishga ham musharraf bo'lganman va bunga aloqador bo'lgan barcha xarajatlarimizni universitet tomonidan aynan o'sha prezidentimizning farmonlarini kelib chiqqan holatda qoplab berdi.